Hozir tomorqamni ko'rib keldim. Ahvoli dabdala, achinarli. Otajonim har zaman tomorqamizni chip-chiroyli qilib qo'yardi. Begona o'tni topolmasdik. Ketardi, kechqurun kelardi, ikki xolta, bir xolta o't olib kelardi mollarimizga. Ko'rdim, ichim achidi. Keyin enam ikkalamiz maslahatlashib, mana shu hozir qarindoshimning uyiga kirdim. Maslahat berdi. Endi devor tortadigan bo'ldim. Hozir ustalar bilan gaplashib keldim, hisob-kitob qildirib keldim. Xudo xohlasa bir 9 kun, 10 kunning ichida usta tushiraman. Hammasini kelishilgan holda. Endi ish qizg'in bu yog'i. Xudo xohlasa hammasi chiroyli bo'lib ketadi. Otam aytardi, qiynalganingda birovga bildirma. Hammasi o'tkinchi. Baribir odamlarning ichidagini bilmaysan, bilmaysan derdi. Shu aytganlari uchun ham mana shu nasihatlar menga hozir dalda bo'lyapti. Balkim endi sinov boshlandi menga otamsiz. Xudo xohlasa shu tomorqamda o'zi niyatim bor edi. Ozgina stressdan o'tay. Albatta men otamning otiga mana shu tomorqamda bir bog'mi nimadir qilib qo'yib, ya cherishni, gilos, shaftoli, bodom, shu bir nimani o'ylab qaror berib, shu bog' qilmoqchi edim. Xudo xohlasa otajonimning otini qo'yaman bu nimaning bog'ning nimasiga, bog'ning nomini. Xullas shu otajonim baribir meni ko'rib turibdi, xursand bo'lar. Endi u dunyoga hech kim borib kelmagan. Men shunday taxmin qilyapman.